Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, sizlarga va'da qilgan darsim Optimistic Locking, Pessimistic Locking darslarini bugunga o'tish nasib qilgan ekan. Biroz kechikdi. Chunki kasal bo'lib qolgandim. Ana endi demak shu va'da qilganimdek bu ikkala locking haqida gaplashamiz. Xo'p. Lekin bundan oldin ba'zi bir tushunishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Keling, bir dasturni misolida ko'ramiz. Tasavvur qiling, siz ijtimoiy tarmoq dasturini yaratyapsiz. Instagramga o'xshagan, YouTube'ga o'xshagan, farqi yo'q. Va o'sha dasturingizda videolar jadvali bor. Videolar jadvali bor. Xo'p, videolar jadvalida nimalar bo'ladi? Misol uchun videoni ID'si, videoni misol uchun va hokazo qanaqadir parametrlari va byte array toifasida videoni kontenti, to'g'rimi? Agar endi video databasega saqlangan bo'lsa, shunaqa bo'ladi. Videoni kontenti va hozircha bo'ldi. Hozircha bo'ldi. Mana shunday qilib siz demak videolarni saqlab borasiz. Ana endi keyingi masala biz shu video nechta like yiqqanini saqlab borishimiz kerak. Shu videoga nechta like bo'lganini, qachon, kim like bosganini yig'ib borishimiz kerak. Albatta bu uchun alohida jadval yaratiladi. Tajribasi bor dasturchilar nimaga alohida jadval yaratilishini menimcha uje tushunib yetishdi. Misol uchun like degan like kalit so'z hisoblanadi. Likes degan misol uchun jadval. Xo'p, likes jadvalida like ni id'si vaqt, date time va video id bo'lishi mumkin mana. Bu bitta kichik misol. Kim endi kim qilgani ham bo'lishi mumkin user id. Kim bu like'ni bosgan. Xullas, mana shu tariqa hamma demak like'lar bitta anaqada saqlanib ketilaveradi, bitta jadvalda saqlanib ketilaveradi. Qaysidir like mana bu videoga tegishli, qaysidir like boshqa videoga tegishli, qaysidir like yana shu birinchi videoga tegishli. Farqi yo'q. U video id'sidan demak aniqlanadi qaysi videoga tegishli ekanligini. Xo'p, endi sizga savol. YouTube'da siz videoni ochgan paytingizda video deylik mana bunday ko'rinadi-da va mana bu yerda like'lar sonini ko'rsatib qo'yadi. Mana siz menga 30 tadan ko'p like bosdingiz-ku. O'sha uchun dars bo'lyapti. O'shani men rasmini olib tashladim kanalimga, ko'rdingizlar. Ya'ni bu yerda like soni ko'rsatiladi. Xo'p, like sonini aniqlash uchun mana bu katta og'ir like'lar jadvalidan, chunki milliardlab like'lar dunyoda hozir demak bo'lyapti. Shu katta jadvaldan like'lar sonini count qilib hisoblab kelish kerak. Aynan shu video uchun, misol uchun men videoni id'sini 123 deydigan bo'lsak, aynan polni mana shuni aylanib chiqib 123 id'li videoni like'larini demak yig'ib sonini hisoblab bu yoqqa olib kelib qo'yish kerak va bu juda ham og'ir operatsiyaligini menimcha tushunib yetdingiz. Shunaqa vaziyatlarda denormalizationdan foydalaniladi. Denormalization. O'zi normalizatsiyani qoidalari bor. Database table'larini bir-biriga bog'liqligini yaratishda normalizatsiya qoidalari bor, har xil normalizatsiya qoidalari. Buni internetdan bir qidirib ko'rasiz. Va denormalization o'sha normalizatsiya qoidalarini buzgan holatda optimallashtirish dasturni. Va shuning uchun ham videolarga videoni id'si byte array, ya'ni kontentidan tashqari likes degan kolumn qo'shamiz va u son bo'ladi. Misol uchun id'si 123 bo'lgan video, mana bu yerda kontenti ketadi, kontenti va undan keyin like'lar soni misol uchun demak 10 ta bo'lib turadi mana bunday. Like ya'ni denormalizatsiya bu yerda nima bo'lyapti? Denormalizatsiya bu yerda like'lar sonini video jadvalda saqlash. Nimaga bu denormalizatsiya? Chunki normalization qoidalarida shunaqa narsa borki, keltirib chiqarilishi mumkin bo'lgan ma'lumotni hech qachon saqlama degan normalizatsiya qoidasi bor. Va biz optimallashtirish uchun denormalizatsiya qo'ydik. Bu degani nima degani? Kimdir like bossa, mana buni bittaga oshirib qo'yiladi. Kimdir like bossa, yana mana buni bittaga oshirib qo'yiladi. Bilsangiz, like'ni qaytib olish ham bor. Ya'ni like'ni demak qaytarib olish. Bilmasdan like bosavergan odam yana bir marta bossa, like'ni o'zini qo'ygan like'ini qaytaradi orqaga. Xuddi like bosmaganday bo'lib qoladi. O'sha vaziyatda buni ayirish bor. Xullas, mana shu kolumnga bir qo'shiladi, bir ayriladi va parallel ravishda mana bu jadvalga ham row qo'shiladi yoki olib tashlanadi. Shunaqa qilib demak like'lar
soni hisoblanadi. Buni nima plyus taraf bor? Ana endi biz videoni ID'si bo'yicha olgan paytimizda like'lar soni ham bizga tayyor turibdi. Biz mana bu like'lar jadvalidan borib aylanib aynan shu videoga tegishli like'lar sonini hisoblab kelib o'tirmaymiz va bu juda ham optimallashtiradi, vaziyatni tezlashtiradi. Lekin men nimaga gapni shu joydan boshladim? Mana shu joyda race condition sodir bo'ladi. Ana endi darsimizga qaytamiz. Mana shu joyda race condition sodir bo'ladi. Men likesni o'chiraman. Mana shu qismga endi fokusni qaratinglar. Xo'p, race condition hodisasi mana shu joyda sodir bo'ladi. Qanday qilib? Siz misol uchun mana shu videoni demak like bosildi. Kimdir like bosdi. O'sha funksiyani ichida siz nima qilasiz? Shu videoni ID'si bo'yicha olasiz. Shu videoni полностью olasiz va like'lar soni 10 ta. Bu yerda hozir like bosilgani uchun shunga demak 1 ni qo'shasiz. Shu like'lar soniga demak 1 ni qo'shasiz. Xo'p. Mana shunday. Va sizga yangi obyekt hosil bo'ladi. To'g'rimi? Yangi obyekt hosil bo'ladi. Mana bunaqa obyekt hosil bo'ladi. Prosta like'lar soni bittaga ko'p. Va shuni siz databasega saqlashga harakat qilasiz. Xo'p, race condition qayerda sodir bo'ladi? Race condition mana shu joyda sodir bo'ladi. Qanday qilib? Shu bir vaqt o'zida bir nechta odam like bosib qo'ysa, bir vaqt o'zida ikkinchi odam ham like bosib qo'ysa, tasavvur qiling, mana shu ikkita odam, mana bu birinchi odam, tepadagi, pastdagi ikkinchi odam, ikkalasi ham bir vaqt o'zida like bosib qo'ydi. Nima jarayon sodir bo'ladi? Ikkalasi ham birdaniga demak, mana bu ma'lumotni oladi. Xo'p, mana bunda ko'rsatamiz mana. Bu ham shu ma'lumotni oladi, bu user ham xuddi shu ma'lumotni oladi. Bu thread ham, ya'ni. Va ikkalasi ham shunga 1 ni qo'shadi. Va ikkalasida ham mana bu ma'lumot hosil bo'ladi. Bir vaqt o'zida olib, ya'ni bir vaqt o'zida like bosilsa, mana shunaqa jarayon sodir bo'ladi va ikkalasi ham buni saqlashga buyruq beradi. O'zgarishlarni databasega saqlash buyrug'ini beradi. Natijada like'lar soni 11 ta bo'lib qoladi. Chunki ikkita thread ham 11 ni saqlashga harakat qilyapti. Mana shu yerda demak race condition sodir bo'ldi, birodarlar. Vaholanki siz buni like'lar jadvalidan hisoblab kelsangiz, like'lar soni bittaga ko'p bo'ladi. Chunki bu user boshqa like saqlayapti, bu user esa boshqa like saqlayapti like'lar jadvalida. Lekin biz denormalizatsiya qilganimiz uchun mana bu yerda race condition hodisasi sodir bo'lyapti. Juda ham demak mashhur holat, juda ham ko'p uchraydigan holat bo'lgani uchun men sizlarga mana shunaqa proyekt misolida detalniy ko'rsatishga qaror qildim. O'zi buni nima haqida gapiryapti demasligingiz uchun. Xo'p, endi mana shu yerda biz mana shu yerda biz race condition'ni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Qanday qilib race condition'ni oldini olamiz? Xo'p, birinchi yo'li mana bu like bosiladigan funksiyani nima qilib qo'yamiz? Synchronized qilib qo'yamiz yoki critical section'ni lock ga o'rab olamiz. O'tgan darslarda tushuntirgandim buni. Synchronized qilib qo'ysak, bular endi ketma-ket ishlaydi. Lekin buni synchronized qilib qo'yish bu boshqa like'larni juda ham kuttirib qo'yadi. Ya'ni siz like bosasiz va uni demak u like borib saqlanishini agar sync qilib qo'ysangiz va agar mijozlar soni juda ham ko'p bo'lsa, deylik, qanchadir kutishga to'g'ri keladi. Bitta-bitta ishlaydi chunki funksiya har bitta thread uchun. Va mijoz ko'p bo'lgan paytda bu platformani yiqilishiga olib keladi. Proyekt down bo'ldi deb aytadi-yu, mana shunaqa down bo'lishiga olib keladi. Xo'p, shunda synchronizeddan foydalanmasak, qanday qilib biz demak race condition'ni oldini olishimiz mumkin? Birinchi eng yaxshi yo'li, do'stlar, bu update query'dan foydalanish. Ya'ni siz shunchaki like'lar sonini bittaga oshirishmi, sizning vazifangiz SQLda update query bor bilsalar, update video table'ni update qilgin, set qilgin, likesni teng likes plus 1. Mana shu query race condition hodisasiga uchramaydi. E'tibor bering, agar biz shu query'ni ishlatsak, biz videoni get qilib olib, unga like'lar soniga 1 ni qo'shib, keyin yana set qilib qo'yishimiz bu yerda shart emas-da. Biz mana shu query'dan foydalansak, bu birinchi usulni aytaman men sizlarga tezlashtirishda. Bu o'zi atomic operatsiya hisoblanadi. Ya'ni databaseda o'zi
built-in locking system bor. Ya'ni database ni o'zini ichida qulflash bor, lock bor. U lock qanday ishlaydi? Misol uchun siz mana shunga o'xshagan query'larni ishlatsangiz, bu lock shunday ishlaydiki, bu mana shu table'ni, mana shu qatorini qulflab qo'yadi. Ya'ni mana shunaqa query ikkalasi birdaniga database kelib qolsa va ular bitta qatorga amal qilayotgan bo'lsa, agar ikkita qatorga amal qilayotgan bo'lsa, ular ketma-ket ishlamaydi. Lekin ular bitta qatorga amal qilayotgan bo'lsa, database bu operatsiyalarni ketma-ket qo'yib beradi. Birinchisi, keyin ikkinchisi ketma-ket bajariladi. Natijada demak ma'lumot yo'qolishi sodir bo'lmaydi. Lekin har doim ham bu narsani qilolmaysiz. Juda ham ko'p vaziyatlar bo'ladiki, siz mana bu ma'lumotni tortib olib, Java kod bilan nimalardir qilib turib, oxirida saqlanib qilishni, ya'ni save qilishni, saqlashni demak xohlab qolasiz. Ya'ni sizga mana bu yerdagi Java kod juda ham muhim olib o'zgartirib saqlashingiz kerak. Demak, mana shu vaziyatlarda sizga endi update query ham yordam bermaydi. Ya'ni database o'zini default locking sistemi yordam bera olmaydi sizga. Sync kalit so'zi yoki lock obyektlari ham sizga yordam bera olmaydi. Proyekt juda ham sekinlashib qoladi. Mana shu vaziyatda bizga yordamga keladi optimistic va pessimistic lockinglar yordam keladi. Optimistic locking optimalroq, pessimistic locking neoptimalroq, lekin ishlatish osonroq. Ikkalasini ham demak men sizlarga ana endi tushuntirishni boshlayman. Mana vaziyat jarayonni ko'rib oldingizlar. Ana endi xudo xolasa keyingi darsimizda demak qanday qilib bu lockinglar bizga yordam berishini ko'ramiz. Jarayon shu.